Agar siz biron joyga borganda telefoningizni xonadan xonaga olib yuradigan bo'lsangiz, demak sizda muammolar mavjud. Agar siz erta tongdan yaqinlaringizga birinchi navbatda xayrli tong deyish o'rniga telefoningizni tekshirayotgan bo'lsangiz, bu aniq muammo bor degani. Men hozir sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Bu telefonning psixologik kuchi. Tasavvur qiling, men shu yerda o'tirib, sizlar bilan telefonda gaplashaman. Qo'ng'iroqlar, hech qanday xabarlar bo'lmaydi. O'zingizni hozir men uchun muhim deb bilyapsizmi? Menimcha yo'q. Muhim uchrashuvda yoki bo'lmasam oilamiz bilan kechki ovqatda telefonni stolni ustiga qo'yganimizda, bu hammaga psixologik signal beradi. Ya'ni siz men uchun unchalik muhim emassiz degan signal. Va telefonni pastga qaratib qo'yish ham muammoni hal etmaydi. Shunchaki siz telefonni bezvuk rejimiga qo'yasiz va sumkangizga solib qo'yasiz. Shunday qilib biz odamlarga ular biz uchun qanchalik muhim ekanligini ko'rsatamiz va ularga bor mehrimizni beramiz. Ushbu videoni qaysi tanishingizga jo'natishni o'zingiz bilasiz.